Men ko'pchilikka o'qib birdigan maqolam bo'lsa, mening dadam yolg'onchi. Mening dadam yolg'onchi. U doim men go'sht yeyishni yoqtirmayman deydi. Biroq men qasddan oshirib qo'ygan go'shtlarni pak yeyitdi. Mening dadam yolg'onchi. Her yili yet bayramlar bo'lsa, menga chiroyli kiyimlarni elib berishni herkes unutib qolmaydi. Biroq o'zi bo'lsa, kona kiyim, yitiq oyoqlarni kiyib oldi. Men dadamga, "Dada, oyoqingiz yitilib ketibdi. O'zingizga moyingdan oyoq elib olsangiz bo'lmamdi?" deganimda, hech qisi yo'q. Men zavoddan bergan kiyim oyoqlarni kiyishni yaxshi ko'raman deydi. Mening dadam yolg'onchi. Savodoshlarimning ota-onalari har yili ta'tilda ularni elib, esil mashinalarga o'tirg'izib, go'zal shaharlarning bog'chasiga sayohat qildirg'ili opirdi. Men dadamdan "Biz qachonliqqa mashina olamiz, dada? Mening boshqalarga o'xshash esil mashinaga o'tirib, go'zal shaharlarga borg'imba" deb so'raganimda, u kulib turib, "Apangizning kasali saqayganda, yeng mashina elib, sizlarni go'zal shaharlarga opirman" deydi. Mening dadam yolg'onchi. Dadam har kuni tong otmasdan ishga mangdi. Apam dadamdan "Birdan uxlab olsangiz bo'lmamdi?" deganda, "Dadam, bo'ldi, uyqumga qondim" deydi. Lekin men qo'lim qo'shlardan anglasam, dadam doim kuchli tomoq vaqtida mugidab uxlab qoldi ekan. Mening dadam yolg'onchi. Xizmat guruhidagi tog'a-adilarim uyga kirib, "Nima qiyinchiliklaringiz bor?" deb so'rasa, dadam bolalarning opasining kasali xil yaxshi bo'lib qoldi. Partiya hukumat bu yordamni bizning qiyinchiligi borlarga bersin. Rahmat sizlarga deb ularga tashakkur etib mang'uz etdi. Ular ketgandan keyin men dadamning kasaljon opamga qarab yig'layotganligini ko'rib qoldim. Men bilaman, dadamning yolg'onchiligi bizni xushal qilish uchun, baxtli qilish uchun. Men bu yolg'onchi dadamni intayin yaxshi ko'raman. Dada, men chuqur yaxshi o'qiyman. Dada, men sizni yaxshi ko'raman.